Assalomu alaykum. Yana bitta Jak avtomobilimiz tayyor bo'ldi. Jak X200, uzunligi 3.15, balandligi 1.85 bo'ldi. Buni mol, qo'y, xullas chorvaga moslab qilib berdik. Mana eshiklari ham trap holatda bo'lgan, pastga ochiladi. Mana ochishlari o'ta qulay, mana. Ichkarida muammoli joyi yo'q. Tashlab yuborsangiz ham bo'laveradi, hattoki shu darajada baquvvat bo'lgan. Taxtalari ham oddiy palovoy narsa emas. Dushi bu taxtalarni strap bilan qatirganmiz. 1,5 tonnalik mol ham bemalol yetaveradi. Mana bo'ylari ham mana bo'yim 1.85, rosa bo'yimga mos bo'libdi. To'q borsa ham bo'laveradi uning ichida. Oldiga ham mana portichkalar qo'yib berganmiz. Uzun straplar, boshqa narsalar ham ketaveradi. Undan tashqari orqa eshikni yopib turib, uzun taxta, shu narsalarni urganda cho'tga ketadi, xudo xolasa. Yana bitta qulay tarafi bu oldidagi portichka ichga misol 10 ta mol yuklab olgandan keyin havo kerak bo'ladi unga. Ochib qo'ysa skvoznoy havo aylanaveradi. Tashqarisidan bitta ko'rsatib. Mana tashqaridan o'rab, baylab bergan joylarni qilib qo'yganmiz, cho'tka qilib. Mana tentlari ham tarang qilib, xudo xolasa qo'ldan kelgancha totganmiz. Tentimiz xitoyskiy 700 grammlik tent, alinaqa koreyskiy, koreyskiy emas. Xudo xolasa cho'tka xizmat qiladi.